Birinchi, biron bir matematika kitobimizning 117-mavzusi, ya'ni geometriya qismidagi to'g'ri burchakdan tushirilgan balandlik katetlarning gipotenzadagi proyeksiyalari. Ya'ni bu mavzumizda bilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakni, ya'ni bir burchak to'g'ri burchak hisoblanadi. Ya'ni shu burchakni gipotenzaga tushirilgan balandlik, ya'ni shu balandlik bo'lsa h bu yer a bo'ladi, bu yer b bo'ladi. Endi buni h'imizni bu yerdan proyeksiyalar, ya'ni a ni bu tomondagi proyeksiyasi s1 deb belgilasam, b ni bu tomondagi proyeksiyasi s2 bo'lsin. Endi bu yerdan s1 plus s2 degan narsamiz umumiy gipotenzani beradi. Endi bularni bog'liqlik formulasi. Endi bu yerdan a kvadrat teng jami gipotenza uzunligi, ya'ni s ko'paytirilgan proyeksiyasi s1, keyingi b katet uchun b ning kvadrati teng s o'zi va s2 ni o'zi. Ya'ni shu ko'rinishdagi gipotenzadagi proyeksiyalarni bog'liq formulalar, ya'ni katetlar orasidagi. Birinchi misolimiz to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenzasiga tushirilgan balandlik 9 ga teng. Shu balandlik bilan kichik katet orasidagi burchak 30 gradusga teng. Uchburchakning katta katetini toping. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak. Ya'ni bu yer to'g'ri burchak hisoblanadi. To'g'ri burchak uchidan 9, ya'ni bu gipotenzaga tushgan. Bu balandligimiz 9 ga teng ekan. Endi kichik kateti, ya'ni bu yer bo'lsin 30 gradus bo'lsa, bu yerimiz 60 gradus bo'ladi ekan. Bu yerimiz o'z-o'zidan bu yerimiz 60 bo'lsa, bu yerimiz 30 gradusga teng bo'lib qoladi ekan. Endi bu yerdan eng katta katet eng katta burchak qarshisini aytadi. Ya'ni katet eng katta burchak katetlar uchun bu burchak hisoblanadi. Ya'ni 60 gradus. Endi demak bu 60 gradus bo'lsa, biz bu yerni topishimiz kerak. Ya'ni a tomonni topishimiz kerak. Buni topishimiz uchun bu to'g'ri burchakli uchburchakdan foydalanaman. Demak, bu yerimiz 30 bo'lsa, bu yerimiz o'z-o'zidan 18 bo'ladi. Ya'ni qarshisi. Shuna javobimiz C javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz. Ikkinchi misol, ABC to'g'ri burchakli uchburchakdan AH gipotenzaga tushirilgan balandlik. Chizmasini chizib olamiz. Demak, 90 gradus ostida bu yerdan AH gipotenzaga tushirilgan balandlik. Demak, A ekan, bu to'g'ri burchakli, bu yer B bo'lsin, bu yer C bo'lsin. A dan H ga, ya'ni H. B gipotenzaga balandlik tushirib oldik, ya'ni H. AB katet uzunligi, ya'ni bu yerimiz 4 ildizosti 3 ekan. AH'imiz 4 ildizosti 2 ekan. Demak, bu yerimiz 4 ildizosti 2 bo'ladi. Ushbu uchburchakda AD mediana uzunligini toping. Demak, ya'ni AD gipotenzaga tushirilgan mediana. Gipotenza umumiy BC bo'lsa, BC bu yerdan mediana, ya'ni gipotenzaga tushirilgan mediana gipotenzaning yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni 2 dan m deb qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni m deganimiz bu yerdan BC taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerdan biza gipotenzani topishimiz kerak. Endi formuladan foydalanamiz. Bu yerdan to'g'ri burchakli uchburchakdan, ya'ni Pifagor teoremasidan bu yerimiz 4 ildizosti 2 bo'lsa, 4 ildizosti 3 gipotenza, bu yerimiz shunda 4 ga teng bo'lib qoladi ekan. Endi proyeksiya formulasidan foydalanaman. Jami 4 ildizosti 3 ning kavusta kvadrati, ya'ni bu tomonni x deb qo'ysam, jami 4 ga ko'paytirishim kerak. Jami 4 plus x ni. Endi bu yerda 4 ildizosti 3 ni kvadratga ko'tarsak, ya'ni 16 ko'paytirilgan 3 keladi. Teng 4 ko'paytirilgan 4 plus x. Bu yerdan 16 ni bilan 4 qisqaradi, ya'ni bu 1 dan bo'lsa, bu tomonga 4 dan bo'ladi. 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12 bo'ladi, teng 4 plus x. Bu yerdan x deganimiz 8 ga teng bo'lib qoladi. Demak, bu yerimiz 8 ekan. Jami BC'miz shunda, ya'ni BC gipotenzamiz 12 ga teng bo'lib qoldi. Demak, medianamiz, ya'ni AH, ya'ni AD mediana deb qo'ysak ham bo'ladi, teng bo'ladi ekan BC ni yarmiga. Teng 6 ga teng bo'ladi ekan. Shunda javobimiz B javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz. Uchinchi misol, to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenzaga tushirilgan balandligi uni 16 va 25 nisbatda bo'ladi. Demak,
chizmasini chizib olamiz. Yani to'g'ri burchak gipotezaga balandlik tushirilibdi. Ya'ni bu yerimiz biron bir h bo'lsin. A, B, S. Demak, bu yerimiz 16x bo'lsa, bu tomoni 25x ga teng ekan. Jami bu yerimiz A bo'lsa, bu yerimiz B. Bu uchburchakning katetlar nisbatini toping. Demak, A ni B ga nisbatini topishimiz kerak. Biz bilamizki, A ning kvadrati teng bo'ladi S jami. Bu yerdan gipotenza va S1 proyeksiya. B kvadrat teng S ko'paytirilgan S2. Ya'ni bu gipotenza, bu B ni gipotenzadagi proyeksiyasi S2. Demak, ikkala bir-biridan nisbat olib yuborsam, A ning kvadrati taqsim B ning kvadrati teng bo'lib qoladigan S1 ni S2 ga nisbati. Ikki tomonni ildizlab olib yuborsam, A taqsim B teng bo'lib qoladigan ildizosti S1 taqsim S2 ga. Demak, bizda S1 deganimiz 16x bo'lsa, S2 deganimiz 25. Demak, 16 taqsim 25, ya'ni ildiz ostida bo'ladi ekan. Ildizdan chiqarib yozsa, 4 taqsim 5 ga teng bo'lib qoladi ekan. Demak, katetlarning bir-biriga nisbati 4 taqsim 5 bo'ladi ekan. Shunda javobimiz B javob bo'ladi. 4-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenzasiga tushilgan balandlik 6 ga teng. Demak, chizmasini chizib olamiz. Beramiz. To'g'ri burchak gipotezaga tushilgan balandlik. Demak, gipotezaga balandlik tushiriladi. AH. A, B, S. Balandligi 6, ya'ni AH ni 6 ga tengligini berib qo'yibgan. Agar shu uchburchakning katetlardan biri 10 ga teng bo'lsa, demak bu yerimizni 10 deb olsak bo'ladi. Bu yerimiz 10 bo'lsa, bu yerimiz 90 gradus ostida tushadi, ya'ni gipotenzaga bu yerimiz o'zidan 8 bo'lib qoladi. Ya'ni Pifagor teoremasidan foydalanadi. Ikkinchisi katetini topishimiz kerak. Endi topishimiz uchun proyeksiya formulasidan foydalanaman. Ya'ni 10 ning kvadrati teng bo'ladi ekan, jami 8 ni ko'paytirilgan jami B ni, ya'ni B S gipotenzani S deb belgilab qo'ysam. Demak, bu yerimiz S bo'ladi ekan. 10 ning kvadrati 100 bo'ladi, taqsim 8 gipotenza shunga teng bo'lib qoldi. Demak, bu yerdan soddalashtirib olsam bo'ladi. Ya'ni S ni S deganimiz teng bo'ladi ekan. Ikkalasi 4 ga qisqaradi. 4 ga qisqarsa 25 taqsim 2 bo'lib qoladi. Demak, endi biz bu katetimizni topishimiz kerak. Ya'ni bu yerni biron bir x deb qo'ysam ham bo'ladi ekan. Endi topishimiz uchun Pifagordan foydalanamiz. Jami x bu yerda teng bo'lib qoladi. Ildiz osti 25, ya'ni 625 taqsim 4 minus 100 teng. Ya'ni ildiz osti bu tomonga mahraj tenglab yuborsam 225 taqsim 4 qoladi ekan. Ya'ni bundan ham ildiz chiqarsam 15 taqsim 2 bo'ladi ekan. Ya'ni bu ham 7,5 ga teng bo'lib qoladi. Shunda javobimiz C javob bo'ladi ekan. 5-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchaklaridan biri ikkinchisidan 2 marta kichik. Demak, misolimiz chizmasini chizib olamiz. Demak, bu yeri alfa bo'lsa, bu yer 2 alfaga teng ekan. Endi bu yerdan biz bilishimiz kerak bo'lgan narsamiz bor. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakni ikkita o'tkir burchak hamisha 90 gradusga teng bo'lishi kerak. Ya'ni ikkita alfa plus alfa deganimiz 90 gradusga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan 3 alfa deganimiz 90 gradus, alfa deganimiz 30 gradus ekan. Shunda bu burchakimiz 30 gradusga teng ekan, bu burchakimiz 60 gradusga teng ekan. Endi bu yerdan agar gipotenzaga tushilgan balandlik 4 ga teng bo'lsa, demak, bu yerdan bu tomonga kesma tartib boraman. Bu yerimiz 4 ekan. Demak, gipotenzani topishimiz kerak. Bu yerlarni, ya'ni S1 va S2 dan foydalanaman. Endi ikkita uchburchak uchun ham tangensdan foydalanaman. Tangens 60 gradus, tangens 60 gradus teng 4 ni S2 ga nisbat. Tangens 30 gradus 4 ni S1 ga nisbat. Ikkalasidan birinchisidan S2 ni topib yuborsam, tangens 60 gradusda ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerdan
4 taqsim ilzasida 3 keladigan. Tangisi 30 gradusda 1 taqsim ilzasida 3 bo'lsa, S1 deganimiz 4 ilzasida 3 ga teng bo'ladi. S2 dan, ya'ni irratsionaldan qutqarib yuborsam, 4 ilzasida 3 taqsim 3 ga teng bo'lib qoladi. Demak, bizdan so'rab turgan narsa gipotenziya. Demak, gipotenziya degan narsamiz S1 plus S2 ga teng. O'rniga qo'yib yuborsam, 4 ilzasida 3 taqsim 3 ni qo'shishim kerak ekan 4 ilzasida 3 ga. Mahraj tenglab yuborsam 3, ya'ni jami 16 ilzasida 3 taqsim 4, ya'ni 3 ga teng bo'lib qolgan. Shunda javobimiz A javob bo'ladi. 6-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenziyaga tushilgan balandlik gipotenziyaning 4/1 nisbatda bo'ladi. Bu uchburchakning katetini kichik katetiga nisbatan toping. Demak, bu yeri balandlik to'g'ri burchak bo'lsin. Bu yeri A, bu yeri B, bu yeri C. Gipotenziyaga tushilgan balandlik 90 gradus osida tushadi. 4/1 nisbatda. Demak, bu tomon 4x bo'lsin, bu tomoni x ni o'zi bo'lsin. Endi bu yerdan katta katetni proyeksiyasi hamisha katta bo'ladi. Demak, bu yerdan A deganimiz va B deganimiz kichik. Demak, bu yerdan A degan katetimiz B katetdan katta. Ya'ni bu uchburchak katta katetini kichik katetiga nisbatan toping. Demak, A ni B ga nisbatan topishimiz kerak. Endi bu yerdan A ning kvadrati taqsim B ning kvadrati teng bo'ladi 4x ni x ga nisbatini. Demak, bu yerdan A ni B ga nisbati 2 bo'lib qoladi ekan. Shunda bu yerdan katta nisbati C javob bo'ladi ekan. Ya'ni 2 bo'ladi ekan. 7-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenziyasiga tushilgan balandlik 12 ga, medianasi esa 13 ga teng. Demak, kichkina katetini topishimiz kerak ekan. Misolni chizmasini chizib olamiz. Demak, bu yer to'g'ri burchak bo'lsin. Bu yerimiz A bo'lsa, bu yerimiz B. Demak, bu yerdan gipotenziyasiga tushilgan median 13 ga teng bo'lsa, gipotenziya medianadan 2 marta katta bo'ladi. Demak, bu gipotenziyasi 26 ga teng bo'ladi. Balandligi 12 ga teng ekan. Bu yerda biron bir x bo'lsa, bu tomoni 26 minus x ga teng bo'ladi. Bu yerdan kichik katetni topishimiz kerak. Bu yerimizda to'g'ri burchak ostida tushadi, ya'ni balandlik gipotenziyaga. Bu yerdan x ning kvadrati plus 12 ning kvadrati teng bo'ladi ekan A ning kvadratiga. 12 ning kvadrati plus 26 minus x ning cosda kvadrati teng bo'ladi ekan B ning kvadratiga. Soddalashtirib olamiz. X kvadrat plus 12, ya'ni 144 bo'ladi. Teng A ning kvadrati 12 ning kvadrati, ya'ni bu yerda 12 ning kvadrati 144 plus 676 minus 52x plus x kvadrat teng bo'ladi B ning kvadratiga. Endi ikkala tenglikni bir-biriga qo'shib yuboraman. Ya'ni A kvadrat plus B kvadrat teng jami 288 plus 676 minus 52x plus 2x kvadrat. Endi A kvadrat plus B kvadrat gipotenziyaga teng bo'ladi. Ya'ni Pifagor teoremasi A kvadrat plus B kvadrat teng C kvadratga. Ya'ni C deganimiz 26. 26 ning kvadrati 676 ga teng bo'ladi. Bu yerdan 676 ni qo'yib ketaman. Ya'ni buni o'rniga 288 minus 52 x plus x ning kvadrati plus 676. Bu bilan bu tomon qisqaradigan. Demak, jami bu yerda 2x kvadrat 2 ga qisqartirib yuborsam x kvadrat minus 26x plus 144 teng 0. Tenglamamizning yechimlari x birimiz, ya'ni x ning birinchisi 8 bo'ladi, x ning ikkinchisi 18 ga teng bo'ladi. Ya'ni demak, x deganimiz 8 bo'lsa, ya'ni bu tomoni 8 ga teng bo'ladi ekan. Bu tomoni ya'ni 18. Ya'ni bu tomoni 18. Ya'ni bu yerdan x ning o'rniga qaysini tanlaganimiz ahamiyati yo'q. Ya'ni bu yerdan bu tomoni 8 bo'ladi yoki bu tomoni 18 bo'lib qolishi mumkin. Demak, bu yerdan endi bu yerdan A katetimiz kichik katet bo'lib qoldi. Ya'ni endi bu yerdan x ning o'rniga 8 ni qo'yib hisoblaymiz. Jami 64 ga plus 144 teng bo'ladi ekan A ning kvadratiga. Bu yerdan A deganimiz 4 ilzasida 13 ga teng bo'lib qoladi. Shunda javobimiz D javob bo'ladi ekan. 8-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning A to'g'ri burchagi uchidan BC tomonga. Demak, bu yerdan chizmasini chizib olamiz. Yani chizmasi bu yerimiz A bo'ladi ekan, bu yerimiz B, bu yerimiz C. Jami A B degani 8 ekan.
AC deganimiz 6 ga teng ekan. Shunda bu yerdan gipotenuza 10 ga teng bo'lib qoladi ekan. Endi mediana tartib olamiz. Ya'ni mediana A da mediana, ya'ni gipotenuza teng 2 ga bo'ladi va o'zi ham 5 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni gipotenuza yarmiga teng bo'ladi. Bu yerdan AH balandlik tartibi olibdi. Demak, AH balandlik bu yerimiz. Ya'ni DH ni oraliq x ni, ya'ni shuni so'rab qo'yibdi. Endi buni topishimiz uchun, ya'ni x ni topib olishimiz uchun bu yerdan jami DS dan olib yuborishim kerak ekan HS ni. Demak, bu yerdan DS deganimiz bizlarga ma'lumki 5 ga teng. HS ni topishimiz uchun proyeksiya formulasidan foydalanaman. Ya'ni 6 ning kvadrati teng bo'ladi jami gipotenuzani o'zi ko'paytirilgan HS ga. Bu yerdan HS deganimiz 3,6 ga teng bo'lib qoladi. Demak, o'rniga qo'yib yuborsam, DS deganimiz 5 ga teng, HS deganimiz 3,6 ga teng. Buni ayirmasi 1,4 ga teng bo'lib qoladi. Shunda javobimiz C javob bo'ladigan. 9-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 8 va 10 ga teng. Demak, misolimiz chizmasini chizib olamiz. Bu yerimiz 10 ga teng bo'lsin, bu yerimiz 8 ga teng bo'ladi. Demak, gipotenuzaga mediana va balandlik tushirildi. Jami AD va H. Bu yerdan H ni so'rab qo'yibdi, x ni. Ya'ni bu yerdan x ni topishimiz uchun jami bu yerimiz A bo'lsin, bu yerimiz B, bu yerimiz C bo'lsin. X ni topishimiz uchun B D dan olib yuborishim kerak ekan H B ni. Bizdan bu yerdan B D deganimizni topib olishimiz kerak. B C deganimiz jami B C deganimiz 64 plus 100 ni yig'indisi. Demak, bu yerdan ildiz 164 kelar ekan. Buni 41 ga bo'lib yuborsam, ya'ni 4 ko'paytirilgan 41 ko'rinishda yozib olaman. Bu deganimiz 2 ildiz 41. Ya'ni B D deganimiz ildiz 41 ga teng bo'lar ekan. Endi AH topamiz. Demak, AH deganimiz 8 ning kvadrati teng. Ya'ni bu yerda biron bir proyeksiya bo'ladi, ya'ni proyeksiya formulasidan foydalanib turibman. Jami gipotenuza 2 ildiz 41 ga. Ya'ni buni kvadratga oshirib yuborsam 160 2 ildiz 41 ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan BH. Bu yerdan bu 64 teng bo'ladi ekan. 2 ko'paytirilgan ildiz 41 ko'paytirilgan BH. Demak, BH deganimiz teng bo'lib qoladi ekan 32 ildiz 41 ga. Demak, x deganimiz B deganimiz jami ildiz 41 ga teng bo'ldi. Ayirib yuboramiz 32 taqsim ildiz 41 dan. Bu yerdan jami 41 dan ildiz chiqib ketadi, ya'ni 41 minus 32 ildiz 41. 41 dan 32 ni olib yuborsak 9 qoladi ekan. Demak, bu yerdan ildiz 41. Bunda javobimiz A javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz 10-misol. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik gipotenuzaning o'zi ajratgan kesmalardan biridan 6 cm uzun, ikkinchisidan 9 cm qisqa. Uchburchakning kichik kateta uzunligini toping. Misolimizni chizib olamiz. Bu yerimiz 90 gradus gipotenuzaga tushirilgan balandlik. Bu yer H bo'lsin, A, B, C. O'ziga ajratilgan kesmalardan biridan 6 cm uzun. Demak, H deganimiz bu yerimiz H plus 6 ga teng ekan. Ya'ni bu yerimiz H plus 6 jami H minus 6 bo'ladi ekan. Ya'ni bu yerda H bo'lsa birsidan H minus 6, ikkinchisidan 9 cm qisqa. Ya'ni bu yerimiz H plus 9 ga teng bo'ladi ekan. Uchburchakning kichik kateta uzunligini toping. Demak, bu yerimiz A bo'lsin, bu yerimiz B bo'ladi. A kvadrat teng bo'ladi ekan H ning kvadrati plus H plus 9 ning kvadratiga. B kvadrat teng bo'ladi H kvadrat plus H minus 6 ning kvadratiga.
Ya'ni bu yerdan ikkalasini bir-biriga qo'shib yuborsam, ya'ni bu yerdan gipotenuza keladi. Jami 2h minus, ya'ni plus 3 ga teng bo'lib qoladigan. Jami gipotenzamiz. Demak, a kvadrat plus b kvadrat teng bo'lib qoladigan s kvadratga. Ikkalasini qo'shib yuborsam, a kvadrat plus b kvadrat keladi. Ya'ni buni o'rniga 2h plus s ning cos kvadratini qo'yib yuboraman. 2h plus s ning cos kvadrati teng bo'ladigan jami 2h kvadratga plus h ning kvadrati 2h kvadrat. Bu yerdan jami 18h keladi. Bu yerdan 12h plus 6h qoladi ekan. 9 ning kvadrati 81, buniki 36, demak plus 81 plus 36 keladi. Jami bu tomonni ochib yuborsam, ya'ni bu yerda 3 bo'ladi. 4h ning kvadrati plus jami 6 dan, ya'ni 12h keladi ekan, plus 9 teng jami 4h kvadrat plus 6h plus 117 ga teng bo'ladi ekan. Bu yerdan 4h kvadrat plus 6h deganimiz, ya'ni 4h kvadratlar qisqaradigan. Bu tomonga 6h qoladigan, bu tomonga, ya'ni 9 ni olib yuborsam 108 qoladigan. Bu yerdan h 18 ga tengligini ko'ramiz. H deganimiz 18 ga teng bo'ladigan. Endi uchburchakning kichik kateti, ya'ni bu yerimiz 18 bo'lsa, balandligimiz 18, bu yerimiz 12 bo'ladigan, bu yerimiz 27. Demak, bu yerdan kichik katetimiz b katet hisoblanadi. Demak, buni topishimiz kerak. B deganimiz 18 ning kvadrati plus 12 ning kvadrati. Jami 324 plus 144. Demak, bu yerdan 468 ga teng bo'lib qoladi ekan. Demak, bu yerdan ildizdan, ya'ni 36 ko'paytirilgan 13 bo'ladi ekan. Demak, bu yerimiz 6, ildizda 13 ga teng bo'lib qoladi. Shunda javobimiz A javob bo'ladi. 11-misol. Yerdagi 5 metrlik yog'ochni bir uchini usta 1 metrga ko'targanda paytda yog'och yer bilan qanday burchak hosil qiladi? Demak, yerda yotgan 5 metrlik biron bir yog'och bo'lsin. Demak, shuni bir uchidan, ya'ni bu uchidan yuqoriga ko'tardi. Ya'ni bu ko'rinishga keladi. Bu yeri 1 bo'ladi. Bu yerni birlashtiramiz. Demak, bu yeri 1 ga teng ekan, bu yeri 5 ga teng ekan. Ko'targan paytda yog'och yer bilan qanday burchak hosil qiladi? Demak, bu yerni so'rab qo'yibdi, alfa. Demak, bu yerdan sinus alfa deganimiz teng bo'ladigan 1 taqsim 5 ga, ya'ni ark alfa deganimiz ark sinus 1 taqsim 5 ga teng bo'lib qoladi. Shunda javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz to'g'ri burchakli uchburchakning perimetri 2p ga va gipotenzasiga tushilgan balandlik h ga teng. Uchburchakning gipotenzasini toping. To'g'ri burchak chizmasini chizib olamiz. To'g'ri burchakli uchburchak. Bu yeri 90 gradus, bu yeri A bo'lsin, bu yeri B, bu yeri C. A plus B plus C deganimiz teng ekan 2p ga. Va balandligi h ga teng ekan, gipotenuzaga tushilgan balandlik. Endi h degandan foydalanib olsam, a ko'paytirilgan b taqsim c ga teng bo'ladi. Endi bu yerdan a plus b ni o'rniga, ya'ni a plus b ni topib yuboraman. 2p minus c ga teng bo'ladi. Endi bu tomonni, ikkala tomonni ham kvadratga ko'tarib yuboraman. Ya'ni bu tomonni ham kvadratga ko'tarib yuborsam, a kvadrat plus b kvadrat plus 2ta b teng bo'ladigan 2p, ya'ni 4p ning kvadrati minus 4pc plus c kvadratga. Endi bu yerdan a kvadrat plus b kvadrat c kvadratga teng ma'lum, plus 2ta b teng bo'ladigan 4p ning kvadrati minus 4pc ga plus c kvadrat. Ya'ni bular c kvadratlar bir-biri bilan qisqaradi ekan. Ya'ni a b degan narsamiz a ko'paytirilgan b teng bo'lib qoladi s ko'paytirilgan h ga. Demak, shu yerdan 2a ko'paytirilgan b ga s ko'paytirilgan h ni qo'yib yuboraman. 2 ko'paytirilgan s h teng 4p kvadrat minus 4pc. Endi bu yerdan gipotenuza so'ralgan sababli bu tomonga o'tirib yuboraman. 2 ga bo'lib ham yuboraman. Ikki tomondan s ko'paytirilgan h plus
ikkita p-s teng bo'ladi 2p kvadratga. Ya'ni bu yerdan s-ni topib yuborsam 2p kvadrat taqsim h plus 2p ga. Demak, gipotezamiz shu narsaga teng ekan. Shunda javobimiz S javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz 13-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning bir o'tkir burchagi 51 gradusga. Chizmasini chizib olamiz. Uchburchakning bir o'tkir burchagi 51 gradusga teng bo'ladi ekan. Ya'ni bu yer 51 gradus bo'lsa, bu yerimiz 51 gradus, bu tomonimiz 39 gradusga teng bo'lib qoladi ekan. Shu uchburchakning gipotezaga tushilgan medianasi, demak, medianani tortib olsa, bu yerimiz 45 gradus, bu yerimiz ham 45 gradus bo'ladi. Ya'ni 51 gradus bo'ladi. Mediana bo'lsa 51 gradus bo'ladi. Ya'ni bu bilan bu bir-biriga teng, ya'ni bu yerlar teng bo'ladi. Endi bissektrissiyamiz, ya'ni burchak tenglikka bo'ladi. Endi bu yerdan chiqadi. Bissektrissiya. Endi bu yerimiz 45 gradus bo'lsa, bu yerimiz 45 gradus bo'lsa, jami bissektrissiya va bu yer 45, jami bu yerimiz 51 gradusga teng. Ya'ni buni topishimiz uchun bu yerdan x dan 51 dan 45 ni olib yuborishim kerak. Shunda bu yerdan 6 gradusga oladigan. Ya'ni javobi D javob bo'ladi. 14-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagining bissektrissiyasi gipotezani 1:2 nisbatda bo'ladi. Demak, bissektrissiya bu tomon x, bu tomon 2x nisbatda bo'libdi. Va bu yerlar 45 gradusga teng, bu yer ham 45 gradusga teng. Uchburchakning balandligi gipotezani qanday nisbatda bo'ladi? Demak, a ni b ga nisbat. Endi bilamizki, a ni x ga nisbati b ni 2x ga nisbatidan teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerdan a deganimiz, ikkita a deganimiz b ga teng bo'lib qoldi. Endi yana bu tomonga xizmat chizib olamiz. Endi bu yerdan balandlik. Ya'ni bu yerimiz a bo'lsa, bu yerimiz endi 2a ga teng bo'ladi. Ya'ni bizdan S1 ni S2 ga nisbatini so'rab qo'yibdi. Ya'ni bu yerdan S1 ni S2 ga nisbatini. Endi bu yerdan nisbatini topishimiz uchun, ya'ni a ning kvadrati b ning kvadrati nisbati S1 ni S2 nisbatiga teng edi. Demak, o'rniga qo'yib yuborsam, S1 ni S2 ga nisbati a kvadrat, b ni o'rniga 2a ni qo'yib yuborsam, demak 4a kvadratga teng bo'ladi. Bu yerdan 1 taqsim 4 ga tengligini ko'ramiz. Demak, S1 ni S2 ga nisbati 1 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Shunda javobimiz C javob bo'ladi.